ko'chalar, ko'chalar, oydin ko'chalar. Buncha ham go'zalsiz qaydin ko'chalar. Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Biz eski shaharning orqa tomonida biza mana bu Arabon ko'chasi va masjidi. Bu eski shahar hokimligimiz binosi va Grand Hoteli, mana bu yerda hotellar turistlar yashaydi. Bu madaniy meros Sallaxona darvozasi, Sallaxona darvozasi. O'tgan yil hurmatli prezidentimiz janob Shavkat Mirziyoyev Miromonovich bu yo'llarni obod qilish bo'yicha viloyat hokimligi hamda madaniy meros boshqarmasi boshlig'iga topshiriqlar bergan edilar. Lekin bu yo'ldan turistlar yurishadi, ko'p mashinalar yuradi bu yo'ldan. Aslan men o'zim turistlar olib kelaman, mehmonlarni mana bu ahvoliga qarab o'man.